Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dars as-samin. 8-dars. Musoqtashlar, bugungi darsimizdagi muhim nuqtali grammatika buni 3 nuqtaga yig'inchoqlanadi. Ismi tutaraylar. Birinchisi badallik birikma. İkincisi kisk aliflik ismning oxirisining i'rob birlishi, ya'ni kisk aliflik ism deganimiz ismi maqsur deydi arabcha. Ismul maqsur oxirisi a deb to'xtab, masalan arabcha Musa, Aysa, Mustafa, Amerika degandek oxirisi a bilan to'xtaydigan ismlarning oxirining i'robini qandoq bir taraf qilamiz? Oxiriga harakat bergan vaqtda bu odatdagi ismga o'xshash o'qilinmaydi emasmi? Mushlarning ahvoli. Uchinchisi, men oldingi darslarda azur ko'pdir sizlarga furitib o'tgan mabni ismlar to'g'risida. Endi mabni ism deganimiz qatqa ism deb tushungan, ham oldingi darslarda. Masalan, buning oxirisiga i'roblar ta'sir qilmaydigan, ya pash zar zir o'qilmaydigan, ammo ma'ni jihatda pash zar zir o'qilgandek muomala qilinadigan mabni ismlar. Esingizda birinchisi badallik birikma. İkincisi kesk aliflik ismlar, ism maqsurlar. Üçüncüsü mabni ismlarning i'rob masalasi. Endi birinchisi badallik birikmani tushunishdan ilgari avval biz oldingi darslardagi igi xabarlik jumlalarga bir qarab chiqaylik. Masalan, oldingi darsda biz yaqinni ko'rsatish va yiroqni ko'rsatish almashlarini so'zlagan. Masalan, hada kitabun, bu kitob. Zalika kitabun, avu kitob. Endi mushu jumlani biz grammatikalik o'rinni surishtiq qilib tahlil qilgan vaqtimizda hada kitobundagi hada egisi kitabun xabari hisoblanadi. Biz ega xabarini tushungan vaqtda ega iniq ism bo'lishi kerak. Xabar iniqsiz ism bo'lishi kerak. Ya'ni ega ma'rifa, xabar nakira bo'lishi kerak degan bir g'iz gapni qilgan. Qarab baqsaq hada va zalika bular iniq ism. Bir gapni qo'shib qo'yay, ko'rsatish almashlarining hammasi iniq ism hisoblanadi. Hamda kitabun degan nima bilak bu iniqsiz o'g'achqa biz majumlani tushunishimizda bu kitob. Zalika kitobni avu kitob deb tushunib, haza iga kitobun xabar deb tahlil qilgan. Endi agar sizlarning oldinglarga haza kitabun degan jumladagi kitob degan bilak iniq holatga kelib qolsa, masalan ismni iniq qilishni qanday qildik? Alif lam kirgizdik. Masalan kitobni iniq qilish uchun al-kitob qildik. Bu to'g'risida biz oldinda so'zlagan, bayt al-bayt, kitabun al-kitob. Alif lam kirgani iniq holatda. Agar shu haza kitabun degan jumladagi igi xabar, ya'ni mubtada xabarlik jumladagi kitob degan bilakka alif lam kirib qolsa, ya'ni hazal kitobi bo'lsa, bu vaqtda buni nima deb tushunamiz? Desa, bu vaqtda igi xabarlik jumlama ikkisi bir so'zga hisob. Jumlada muomala qilishda hazal kitob bir so'zga, ya'ni bu kitob. Uyg'urchada farqlantiramiz, ha? Ilgirki oldida haza kitobi degan holatda bu bir kitob. Bir butun jumla bitib chiqdi. Hazal kitob degan vaqtda bu kitob. Taxir jumla oyoqlashmada oxirisida bu kitob qimmat, bu kitob yaxshi, bu kitob cho'ng degandek jumlaning bosh bo'ligi hisoblanadi. Ya'ni hisobda hazal kitob ikkisi qo'shilib bir bilak hisob. Mushu qurilmani qanday birikma, qanday qurilma deymiz desa, bu badallik birikma. Badallik birikma deganimiz birinchi so'z ma'noni to'liq ko'rsatib bermaydi. Bizning maqsadimiz to'liq ado qilib bermagachga, shuni izohlash yuzidan shuning o'rniga almashtirib akilingan ikkinchi so'z. Yo'da haza desak, qarash taraf bizning ko'rsatgan narsamizning nima ekanligini ko'z oldimizda bo'lsa-ku tushuna, ko'z oldimizda bo'lmay qolsa, damalliq tushunmaydi. Buni izohlash yuzidan kitobni kelgandan keyin bu kitob bo'lgandan keyin qarash taraf to'liq bizning nimani ko'rsatganligimizni biladi-da, yaxshi ya eski degandan keyin bizdagi jumladagi ifodalamoqchi bo'lgan maqsadimiz to'liq ifodalandi degan gap. Ammo shadaki hazal kitob degan birikma mubtada xabar emas, ya'ni ikki xabar emas. Ikkisi bir kelib turib, ega. Kabirun
cho'ng degandagi kabir xabar bo'ladi. Endi badallik birikmaninki. Badallik birikmaning sharti nima desa, badallik birikmaning sharti birinchi va har ikkinchi bilakning har ikkilisi ya ma'rifa ya nakiralikda o'xshash bo'lishi kerak. Ma'rifa bo'lsa har ikkilisi ma'rifa, ya'ni iniq bo'lsa har ikkilisi iniq. Nakira bo'lsa har ikkilisi nakira. Arlik bo'lsa har ikkilisi arlik. Ayollik bo'lsa har ikkilisi ayollik. Birlik bo'lsa har ikkilisi birlik, ikkilik bo'lsa har ikkilisi ikkilik bo'lish sharti bor. Badallik birikmada badal o'zidan ilgiriki almashtirib kelingan mabdul minhu deymiz arabcha. Oldidagi bilakka hamma jihatda agishishi kerak. Mana bu badalning sharti. Endi sizlarga yig'inchoqroq tushundigan vaqtimizda hazadin kimki ismda alif lam bo'lsa yoki ma'rifa bo'lsa ikkisi bir bilak hisoblanib badallik birikma deymiz. Bu ikkisi vaqtda jumla emas, bir bilak hisoblanadi. Agar hazadin kinkaga ism iniqsiz ism bo'lib qolgan bo'lsa, ya alif lam yo'q yoki mudaf ilay emas, shundami shunga o'xshash bunda ism bo'lib qolgan bo'lsa, bu ikkisi ayrim bilak bo'lib bir jumla bo'ladi. Shunaqni tushunib olsak bo'ladi, ha? Demak, yig'inchoqlab etsak, haza rajulun bilan hazar rajulun o'tirida osmon zimin farq bor. Hazar rajulu ikkisi bir bilak jumla emas, bu haza rajulunda bu bir kishi. Bu bir butun jumla bo'ladi. Shunaqni tushunib olsak bo'ladi. Ikkinchi qoidamiz kesik aliflik ismlar, ya'ni ismi maqsur. Bunda ismlar deganimiz oxirida ya bilan yoziladigan yoki alif bilan yozilsa-mu talaffuz qilishda a deb oxirida uzik alif bilan to'xtaydigan ismlar kesik ismlik maqsur ism deyildi. Ism maqsur deyildi arabcha. Masalan, Mustafa, Aysa, Musa, Asa deganlarga o'xshash. Bularning i'robi odatdagi normal ismga o'xshash paj va zir iniq o'qilmaydi. Buni har paj o'qiydigan vaqtda shu a zavara qo'ydigan vaqtda a zir qo'ydigan vaqtda a uchala holatda bir xil talaffuz qilamiz. Ammo jumlada buni muomala qilishda, jumlada ma'no ifodalashda buni o'xshashlar paj va zir o'qiganimizdek muomala qilaveramiz. Va shaklda buning oxirisidagi harakat o'zgarmaydi xolos. Masalan, mustashfa, doktorxona, buning oxirisida kesik alif bor, mustashfa. Ammo shuni mustashfa deb o'qisak, mustashfa deb o'qiymiz. Oldiga min kelib qolsa mustashfa. Asli min kelib qolsa nima qildi? Zir qildi shundami? Ammo ma'noga zir o'qilib bo'lmaydi. Shuni mustashfa deb o'qiymiz. Ila kelib qolsa men mustashfa, shunga o'xshash. Boshqa. Uchinchisi, oldingi darslarda ayna, man degan so'zlar uchrab, garchi bu so'zlar jumlada ega bo'lsa-mu yoki oldi qo'shimcha zir o'qitadigan oldi qo'shimchalar kirsimi, bunga ta'sir ko'rsatmagan. Ya'ni buning pash o'qig'inda o'qilib bo'lmagan, ya zir o'qilmagan. Mushta holatni uchirgan vaqtimizda men sizlarga mabni ismlar o'zgarmaydi degan. Bugungi darsimizda dal shu mabni ismlardan amama, xalfa degan ikki so'z uchrab qoladi. Masalan, amama deganimiz oldi. Amamal masjid, masjidning oldi. Xalfal masjid, masjidning keyni degandek. Endi mushu so'zlarni o'xshash yuqoridagidek mabni hisoblanib, mayli u igi bo'lib ketsin, mayli to'ldiruvchi bo'lib ketsin, mayli oldiga zir o'qituvchi oldi qo'shimchalar kelib ketsin, buningga ta'sir ko'rsatmaydi. Mushu nuqtani to'g'risini olsak, bugungi darsda qiynalmay o'tib ketamiz. Endi bugungi darsning so'zlik yo'q o'xshaydi. Biroqlam tekstga tushib ketaylik. Avval men tekstni bir qitim o'qib beray. Hazar rajulu tajirun va zakar rajulu tabibun. Ismu tajiri Mahmudun va ismu tabibi Sa'idun. Hadha al-baytu lit-tajiri va dhalika al-baytu lit-tabibi. Baytu at-tajiri amama al-masjidi wa baytu at-tabibi khalfa al-madrasati. لمن هذه السيارة ولمن تلك؟ هذه السيارة للطبيب وتلك للتاجر. هذه السيارة من اليابان وتلك من أمريكا. هذا الرجل تاجر. بوكشي سودجا. أنا أجر مش جملة هذا الرجل ديان بلاك
haza rajulun kelib qolgan bo'lsa, bu vaqtda bu kishi demasdan bu bir odam yoki bu bir er deb tarjima qilgan bo'lardik. Ammo hozir badal mubaddallik birikma, bu yerdagi ar-rajul badal, haza mubaddal yoki mabdul minhu. İkisi birikib turib jumladagi bir bo'lak bo'ladi, ikki bo'lak. Haza rajulga qo'shilib ikki bo'lak deb tushunsak bo'ladi. Asli hazaga rajul mubaddal, ammo biz yangi o'rganayotgancha haza rajul ikkisi qo'shilib jumladagi ega. Tajirun uning xabari. Zakar rajulu tabibun. Av kishi bo'lsa doktor. Bu qurilma yuqoridagidan o'xshash. Ismu tajiri Mahmudun va ismu tabibi Sa'idun. Sodigarning ismi Mahmud, doktorning ismi bo'lsa Sa'id. Ana majmuldimi ismu tajir yuqoridagi hazrat rajulmi bir birikmaga o'xshash. Bu bir birikma, qanday birikma? Muzaf ilaylik birikma. Biz oldin tushundirgan, ismi mudaf, at-tajir muzaf ilay. Mudaf ilayning qoidalarining ekanligini to'g'riliqmi biz tushunmagan. Ana at-tajir men o'zlari qildi muzaf ilay o'xshash. Hamda muzaf ilay har ikkisi qo'shilib jumladagi bir bo'lakka hisob, ya'ni mubtada, ya'ni ega. İkisi qo'shilib ega. Mahmud uning xabari. Ismu tabib ismu tajir bilan o'xshash. Hazal baytu lit-tajir. Bu uy sodigarning. Ammo o'rinda lit-tajirlik lam uchun nang g'aqirashliq yoki g'atava degan ifodalaydi. Ya'ni bu uy sodigarga tava yoki sodigarning yo sodigar uchundir. Zakal baytu lit-tabib. Zalikal baytu lit-tabib. Aw uy bo'lsa doktorninki. Ammo shu o'rindagi zalikal bayt, hazal bayt degan qurilmalarni tushunib olsak bo'ldi. Hamda lit-tajir lit-tabibning oldi qo'shilmoqchi lam kelib qolg'achqa oxirisi zir o'qilyotdi, ha. Baytut tajiri amamal masjid. Sodigarning uyi masjidning oldida. Bunda ikki bo'lak, mubtada bo'lak, ya'ni ikki bo'lak va xabar bo'lak har ikkisi ikki so'zdan birikkan birikmalar. Masalan, baytut tajiri muzaf ilaylik birikma, amamal masjid o'shal muzaf ilaylik birikma. Ammo baytut tajirdagi baytul mudaf, tajir muzaf ilay. Baytul normal ism bo'lg'achqa, ego bo'lg'achqa pashu qildi. Amamal masjiddagi amam mabni ism bo'lg'achqa xabar bilak degan asli nima qilish kerak? Pashu qilish kerak. Ammo bu mabni o'g'achqalam zabar o'qiladi, ha. Baytut tabib xalfal madrasati. Doktorning uyisi maktabning keynida. Bu o'rindagi baytut tabib yuqoridagi baytut tabibga o'xshash uning tahlili. Endi xalfal madrasami amamal masjidga o'xshash mabni o'g'achqa asli xabar bilak normal ism bo'lgan bo'lsa pashu qildi. Animada bu mabni ism bo'lg'achqa bu yana o'z holida o'zgarmasdan turib oldi, ha. Liman hazihi sayyara. Bu mashina kimning? Va liman tilka. Avchu kimning? Ammo o'rinda hazihi sayyara ikkisi bayatni degandek badallik birikma, shundaymi? Liman manning oldiga lam kelib qolgan bo'lsa-mu, oldinda asl deb o'tgandek bu mabni ism bo'lg'achqa buning zir o'qilgulik qilin. Man aslida sakin o'qildi, davomli sakin o'qiladi, ha. Hazihi sayyara lit-tabib va tilka lit-tajir. Bu mashina doktorning, av bo'lsa sodigan. Ammo jumladagi qurilmalar oldingi jumlalarda biz tahlil qilib bo'lgan bo'lg'achqa qaytlab o'tmay. Hazihi sayyaratu min al-Yaban va tilka min Amerika. Bu mashina Yaponiyadan degani Yaponiyadan kirgizilgan, Yaponiyada yasalgan degan ma'no. Yaponiyaning va tilka min Amerika. Avu Amerika. Amazlar yengilganga bo'lg'achqa men degan din degan bo'ladi. Bu yerda ajab ningda tarjima qildik deb qilishinglar mumkin. O'zini tarjima qilsak Yaponiyadan kirgizilgan mashina deb tushunsak bo'ladi. Ammo bizning Uyg'ur tilida bir mashina yoki bir mahsulotningki asli ishlab chiqarilgan o'rniga nisbat bermoqchi bo'lsak, palaniyaning deb ishlatgachga, shu Uyg'ur tiliga moslashib turib tarjima qilgan vaqtda bu mashina Yaponiyaning deb tushunsak bo'ladi, ha. Endi mushadagi bir diqqat qilgan nuqta tilka min Amerikadagi Amerika bu kisk aliflik ism bo'lg'achqa, garchi oldiga min kasimi yabani deb zir o'qildi-ku, unga o'xshash Amerika deb zir o'qilmay o'z betilla o'qilayveradi. Bu kisk ismli ismlarning alohidligi. Oldiga qanday qo'shimcha kelib ketsin yoki jumladagi o'rniga qarab qanday o'qilish kerak bo'lsin, buning ahangi, ya'ni talaffuz oxirininki talaffuz qilish ahvoli o'zgarmaydi. Tekstni tushungan bo'lsak, savoldoshlar, tamarinlarni ishlataylik. At-tamrin al-awwal. Birinchi ko'nikma ajib anil as'ilatil atiya. Tuvandagi savollarga javob bering. Masalan, man hazar rajul man zakar rajul. Bu yuqoridagi tekstga munosabatlik savol bo'lg'achqa, cho'qim sira avval tekstni o'zlashtirib bo'lgandan keyin, yodlab bo'lgandan keyin savollarga normal javob berasizlar. Masalan, mau erkim, mau av erkim desa, biz buning javoban masalan, hazar rajulu tajirun, zakar rajul, zalikar rajulu tabibun deganga o'xshash javob bersak bo'ladi. Ikkinchi ko'nikma
iqra vaktub, o'qing va yezing. Tövəndəki cümlələrni dəftərinizə imkaniyat bo'lsa ko'p qatim ko'chirib chiqinglar. İmkaniyat bo'lmagan taqdirda cho'qim bir qitim ko'chirib chiqishinglar kerak. O'qish masalasiga kelsak, hozir men o'qib beray. Diqqat qilgan nuqtalar yuqorida men tekstni tushuntirganimdek, badallik birikma, mudofillaylik birikmalar, mabni ismlar, undan keyin kesik aliflagan ism mahsurliq ismlarga alohida diqqat qilinglar. Hazal waladu Khalidun wa zalikal waladu Muhammadun. Hazal rajulu mudarrisun وذاك الرجل مهندس وهذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. Mun muşunun oxşaş axırıqca oxub çıxanlar. Bunun içindeki 11-ci, 12-cideki Suvaysira, Şivsiya. Ondan keyin İngiltara, Angliyani ko'rsatdi. Angliyaning ismi. 3-ci Məşiq. Tövəndəki misalni o'qing. Ve tövəndəki cümlelerini şununla oxşaş özgərtdin. Mesela biz bugünkü dersimizde noktalı gelmekçi olan grammatiki bedellik birikmedi qo'sh, shundago dal shu asosda. Haza kitap mandaq shaklda kelsa bu ega xabar deyiladi. Haza ega, kitap xabar. Agar bundaki kitap degan bo'lakka alif lam kelib, hazal kitap deb kelsa ikkisi bir jumla bo'lmasdi, ikkisi bir birikma bo'ladi. Bu vaqtda bedellik birikma ikkisi jumladagi bir bo'lak. Bütün cümle bulanmaydı o vaxtda. Eğer haza kitabın bütün cümle deb qaraldığı, şuna qarayımızğı manınğa oxşaş hazal kitap bütün cümle bulamaydı. Belki Uyg'urchadan farq qilganda haza kitabını bu bir kitap deb tarjima qilsak, hazal kitabını bu kitap deb tarjima qilamiz. Bu kitap degandan keyin taqdimimizning oxirlashmaganligini ifodalanadi. Ve qolgan mashqlarni shu bo'yicha ishlasak bo'ldi. Masalan, haza tabibun debdi. Buningga birilgan ishlashni bizning talab qilingan talab minal hind. Ashundan beshiga haza tabibunni bir bilakka aylantiring. Masalan, haza tabibu minal hindga o'xshash. Qolgan shaklni shu bo'yicha ishlasanglar bo'ladi, ha. 4-kunukma. Tuvandagi misollarni o'qing. Undan keyin shunga o'xshash savol-javob shakllantiring deyapti. Bizga berilgan misol kitobning rasmini berib turib, liman hazal kitob? Bu kitob kimning? Cevabı hazal kitap li Muhammed. Bu kitap Muhammed'un. Tüendimo bizga surat berilgan ve Muhammed'ning o'rniga ism berilgan. Shu ismni qo'shib, shu bo'yicha jumla shakllantirishimiz kerak. Endi diqqat qiladigan nuqta hazal kitap degan birikmani biz badallik birikma asosida tuzishimiz kerak. Agar al kitap alif lamni keltirmasak, bu vaqtda jumla bo'lib qoladi. Bizning hozirgi maqsad buni jumla qilmasdan badallik birikma qilmoqchi xolos. Shu bo'yicha baqayli liman hazal qalam. Hazal qalamu li Abbasin. Mushu bo'yicha qolgan shakllarni ishlasanglar bo'ladi. 5-kunukma. Tuvandagi misollarni o'ylanib baqing. Bizga o'ylanib baqishga berilgan misollar al-baytu fil bayti min al-bayti ila al-bayti. Odatda ikki bo'lgan vaqtda al-baytuda peshi qo'yilgan bo'lsa, oldiga fi min iladan iborat oldi qo'shimchalar kelsa zarur qiladi. Odatdagi normal ismlar. Ama tuvandagi 3 ism Mustashfa, Amerika, Almaniya qatorliq ismlar, Almaniya, yani Germaniya deganlik, qatorliq 3 ismning oldiga qo'shimcha kamisimi bir xil, kasimi bir xil o'qilibdi. Masalan, al-Mustashfa, fil Mustashfa, min al-Mustashfa ila al-Mustashfa. Amerika, fi Amerika, min Amerika ila Amerika degandek. Bu biz darsning 5-yillar degandek, kesk aliflik ismlar bo'lib, ya'ni ismi mahsur bo'lib, oxirisida i'robni gavdalik ifodaligili bo'lmaydi. Ya'ni jumladagi o'rinning ifodasi bunda ma'ni jihatda gavdalanadi, shakl jihatda buni o'zvar pash degandek narsalarni qo'ymaymiz demakchi. Yuqoridagi so'zlagan qoidaga asosan tuvandagi jumlani o'qib yezing deydi. Yezishinglar o'zingizga omonatda. Hada tabibu min Ingiltara. Gerçi min kasım Ingiltara zvar oquluda. Zahaba Hamid ila Fransa. Ila kelgan bo'lsa Fransa. Mahmudun maridun huwa al-ana fil mustashfa. Fi kelgan bo'lsa fa datlam talaffuz qilinadi. Zahaba Abdullah min Almaniya ila Ingiltara. Min kelgan bo'lsa Almaniya, ila kelgan bo'lsa Ingiltara. Asli normal ismlar qazdirib qilish kerak, ha. هذا الكتاب لعيسى وذلك الكتاب لموسى. عيسى موسى deganlarni oldiga qo'shimchalar kelsa, buning oxirining i'robi o'zgarmaydi aslida.
Hazal muhandisu min Amerika. Yuqorida deb o'tganimizdek Amerika o'xshashla kichik aliflik ism. 6-chi mashq iqro, o'qing. O'qish jarayonida bizning talab qilindigini faqat amama va xalfa mush ikki ismning o'qilishiga diqqat qiling. Endi bu ism men darsning boshida deb o'tganimizdek qanday ismlardi? Mabni ismlar, ya'ni o'zgarmas ismlar. Jumlada qanday bo'lib ketganson, buning asl holati, ya'ni xalfa, amama degan zavar qilgan holda o'zgarmaydi. Masalan, as-saburatu amamat talibi, hiya xalfal mudarrisi. Shunga o'xshash aslidagi jumlalarning hammasida shu bo'yicha o'qilsa bo'ladi.